Xo'p, bugungi mavzuyimizda biz ao porida qo'shimchasini o'rganamiz. Bu qo'shimchamiz fe'lga qo'shiladi faqat. Demak, ma'nosi ish harakatni bajarib tashlamoq. Nima uchun tashlamoq? Sababi qo'shimchamizni tarkibini o'zida porida degan fe'l kelyapti. Porida deganini to'g'ridan to'g'ri tarjimasi tashlamoq, musurni tashlamoq. Masalan, Sirigiril porida, Sirigiril poriseyo, Sirigiril poryosoyo, porilkoyeyo, poryochuseyo, shu kabi. Demak, porida qo'shilgani uchun ma'nosi tashlamoq bo'ladi, ya'ni misollarimizda ko'rsak bo'ladi. Endi o'nil bugun sukcheril uyga vazifani ta barchasini he boryosoyo. Sukcheril hada degani o'zi uyga vazifani bajarmoq edi. Sukcheril he boryosoyo bo'lsa, demak sukcheril ta he boryosoyo bo'lsa, uyga vazifani barchasini qilib tashladim bo'ladi. Bu misolimizda esa chomshim pabil, chomshim degani abed, pab degani ovqat, ikkalasi birga keladi. Koreys tilida ko'p hollarda, ya'ni tushlik. Tushlikni ta degani boya ko'rganimizdek barchasi mogo boryosoyo. Moqtaga, moqta fe'li mana asos bo'lsa o qo'shilyapti, mogo, chunki moqtadagi unlimiz o bo'lib kelgani uchun o qo'shimchasi qo'shiladi. Unga poryosoyo qo'shimchasi yana qo'shildi, ya'ni fe'l qo'shimcha. Shunda chomshimil, ya'ni chomshim pabil ta mogo boryosoyo. Abed ovqatini barchasini yeb tashladim. Yoki ega kelmagani uchun bu yerda noma'lum egasi, asosan men bilan hisoblasak agar yeb tashladim degan ma'noni bildiradi. Bu oxirgi misolimizda kageso, kage degani do'kon, eso degani esa do'kondaligini bildiradi. Pangi, pang degani bu non deganini bildiradi. Pangi ta barchasi palyo boryosoyo. Pallida degani o'zi palda fe'lidan olingan passive voice hisoblanadi, ya'ni sotildi. Palda degani sotmoq, pallida bo'lsa sotilmoq bo'ladi. Sotilib tashladi bo'lib qoladimi? Endi bu holatda o'zi asosi fe'lning, qo'shimchaning asos tarjimasi mana shunday, sotilib tashladi. Lekin gapdagi ma'nosi sal boshqacharoq kelishi mumkin, ya'ni sotilib ketibdi degan ma'noni ham bildirishi mumkin. Ya'ni do'konda non hammasi sotilib ketibdi degan ma'noni berishi mumkin. Endi shu yerda nima uchun faqat tashlamoq degan ma'noni kelib chiqaryapti bu fe'limiz, qo'shimchamiz? Sababi o'zi mana bu misolda o'zbek tilida ham aytishib kelishi mumkinki, shunday tarjimasi unil sukcheril tahe boryosoyo, ya'ni hammasini uyga vazifani hammasini qilib tashladimdan ko'ra qilib qo'ydim degan ma'noni ham berishi mumkin bu fe'limiz. Lekin qilib qo'ymoq degan qo'shimchani o'zi, nima ish harakatini bajarib qo'yish degan qo'shimchani o'zi koreys tilida alohida bor, ao notda degan. Shuning uchun poryosoyo, ao poryosoyo qo'shimchasi ish harakatiga qo'shildimi, demak qilib tashlaganligini bildiradi. Koreys tilida ham ko'p kelmaydi. Masalan, shu holatlarda ishlatamiz, asosan qilib tashlamoq degan holatlarda ishlatamiz.